Assalomu alaykum, hurmatli ustakalar. Navbatdagi mahsulotimiz Vosk Forward brendi ostida. Bu komplektni fugalaridan oldin bilasizlar, qog'oz skotch yopishtirasizlar, matviy glyansiy kabellar uchun, chekkasiga yopishib qolmasligi uchun. Shu qog'ozli skotch yopishtirmaslik uchun bu ximikatimizni olib kelib qo'yganmiz. Foydalanish holatda bo'ladi. O'zidan shunaqangi majalkasi chiqadi. Mana holatda, mana chiqagan holatda, mana o'ziga o'rniga chiqdi. Kafilni chokini mana shu holatda berib chiqiladi. Keyin o'zi mana chekkasiga o'zi ximikat o'rnab qoladi. Fugal berganingizdan keyin tozalab chiqiladi. Ortiqchasi chekkasiga chiqib qolgandan keyin qotgandan keyin sekin ko'chirib olsangiz, qiyinchiliksiz ko'chib chiqadi. Endi bu yoqqa qog'oz skotch ishlatmasang ham bo'ladi. Ancha udobli narsa. Bundan bitta olsani, xudo xolasa 2 ta, 3 ta, 4 tagacha balkim obyektinaga yetishi ham mumkin. Keyin bunaqangi chok tozalaydigan yangilik. Ancha udobli. Mahsulotni olib kelib qo'yganmiz. Kelaverasizlar, Shamshirboy bozorda 729-do'konda kutib qolamiz.